Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya Dneprga zarba berdi. Rossiya Dneprga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada 42 yoshli erkak halok bo'ldi. Boshqa jabrlanganlar ham bor. Bu haqda Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari shaharga raketa bilan hujum qildi. Zarba joyida keng ko'lamli yong'in yuz berdi. Fuqarolik obyekti hududida vayronalar mavjud. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 3 kishi jarohat olgan. Barcha tafsilotlarni aniqlamoqdamiz, deya u Telegramda yozdi. Keyinroq Lisak raketa zarbasi oqibatida 42 yoshli erkak vafot etganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Rossiya armiyasi Ukraina hududiga Shahid turidagi zarba beruvchi dronlarni uchirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki shahidlar Sumi viloyati osmonida payqalgan. Zarba beruvchi dronlarning bir necha guruhi shimoli-g'arbiy yo'nalishda harakat qilgan va keyinchalik Chernigov viloyati hududi ustida bo'lgan. Kiyevda portlashga o'xshash ovozlar eshitildi. Poytaxtning chap qirg'og'ida havo hujumidan mudofaa kuchlari ishlamoqda. Kiyevga uchuvchisiz uchish apparatlari hujum qilmoqda. Boshpanalarga yashirining, dedi shahar meri Vitaliy Klichko. NATO Rossiya bilan urushga tayyorgarlikni boshladi. Mashqlar ortidagi jiddiy signal. NATO Rossiya bilan urush holatini tahlil qilmoqda. NATO harbiy havo kuchlari Ramstein flag mashg'ulotlari doirasida Rossiyaning ittifoq mamlakatlariga hujum qilishi ehtimolini ko'zda tutuvchi ssenariyni ishlab chiqmoqda. Bu haqda Germaniyaning DPA axborot agentligi ma'lum qildi. Agentlik xabariga ko'ra, mashqlarda 90 ta samolyot, shuningdek uchuvchisiz uchish apparatlari va vertolyotlar qatnashmoqda. Mashg'ulotlar 31 martda boshlanib, birinchi bosqichda NATO kuchlari allaqachon havo hujumlarini qaytarish va raqibning havo mudofaa tizimlarini zararsizlantirishni mashq qilgan. Endi Niderlandiya qirg'oqlari yaqinidagi NATO kuchlari bosqinchi dushmanga qarshi mudofaa paytida favqulodda vaziyatda quruqlikdagi kuchlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini sinab ko'radi. DPA xabar berishicha, bu Rossiya hujumi ssenariysi haqida. Matnda ta'kidlanishicha, bu mashqlar Moskva uchun ogohlantirish signali hisoblanadi. Bunday mashg'ulotlar potensial dushmanga to'xtatuvchi ta'sir ko'rsatadi deb umid qilamiz, deya ta'kidladi NATO harbiy havo kuchlari qo'mondoni amerikalik general James Hecker agentlikka bergan sharhida. Ilgari xabar qilinganidek, sentyabr oyida Germaniya Bundesveri Rossiyaning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazadi. Bu mashqlarda NATOning boshqa davlatlari harbiy xizmatchilari ham ishtirok etadi va ushbu ssenariyni amalga oshirishda qatnashadiganlarning umumiy soni 800 ming nafarga yetishi mumkin. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Rossiya armiyasidagi xitoyliklar haqidagi savolga javob berdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Rossiya armiyasi safida Ukrainaga qarshi urushayotgan 155 nafar xitoylik haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili Lin Zian jurnalistlarning shu haqidagi savoliga bizda bu masalada ulashadigan hech qanday ma'lumot yo'q, deb javob berdi. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, Xitoyning Ukraina inqiroziga nisbatan pozitsiyasi obyektiv va adolatli. Biz o't ochishni to'xtatish va tinch muzokaralarga ko'maklashishga intilamiz. Bu xalqaro hamjamiyat uchun ham yaxshi ma'lum, deya qo'shimcha qildi Zian. Avvalroq Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy Pekin Rossiya armiyasiga ko'ngilli sifatida borayotgan xitoyliklarga aloqador emasligini bildirgandi. Asirga olingan xitoyliklardan biri ham Rossiya tomonida urushga hukumat buyrug'i bilan emas, balki ixtiyoriy ravishda qatnashganini ma'lum qilgandi. Buyuk Britaniya Ukrainada 5 yil davomida qo'shinlarini joylashtirishi mumkin. Buyuk Britaniya Ukraina hududiga qo'shinlarini 5 yilgacha joylashtirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Daily Telegraph manbalariga tayanib xabar berdi. London va Parijda muhokama qilingan rejaga ko'ra, jangovar harakatlar qayta boshlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun mojaro hal qilinganidan keyin to'xtatuvchi vosita sifatida G'arb qo'shinlari Ukrainaga yuborilishi mumkin. Nashr ta'kidlaganidek, Fransiya agar Ukraina hududida G'arb harbiy kontingenti bo'lsa,
Rossiya kelajakda harbiy operatsiya boshlash xavfiga ega emas deb hisoblaydi. Taxminlarga ko'ra, G'arb qo'shinlarining keyinchalik olib chiqilishi Kiyevning harbiy salohiyati tiklanganidan keyin bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Daily Telegraph gazetasining qo'shimcha qilishicha, quruqlikdagi qo'shinlarni yuborishdan tashqari, London va Parij boshchiligidagi xolislar koalitsiyasi Ukraina havo va dengiz makonini himoya qilishni ta'minlash niyatida. 10 aprel kuni NATOning Bryusseldagi shtab-kvartirasida mojaro hal qilinganidan keyin Ukrainadagi G'arb harbiy missiyasida ishtirok etishga tayyor davlatlar mudofaa vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.